Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yangi kiberfiribgarlikdan ogohlantiradi. So'nggi yillarda onlayn savdo va raqamli to'lovlar aholiga qulayliklar yaratmoqda. Biroq ayrim shaxslar ushbu imkoniyatlardan g'arazli maqsadlarda foydalanib, mashhur savdo platformalari nomidan chiqish orqali fuqarolarni aldashni tizimli faoliyatga, ayrim hollarda esa oilaviy biznes darajasigacha olib chiqqani aniqlanmoqda. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor qidiruv tadbiri davomida Chilonzor tumanida joylashgan ko'p qavatli uyning yerto'lasida noqonuniy kol markaz kiberbunker faoliyati fosh etildi. Aniqlanishicha, Andijon viloyatida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan Muqaddam jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan 2 marotaba sudlangan shaxs va uning sheriklari fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, ularni go'yoki Uzum market savdo ilovasining yutuqli o'yini g'olibi bo'lgani haqida yolg'on ma'lumotlar bergan. Telefon bo'ldi menga 98lik kod bilan. Biz Uzum market anaqasidamiz. Sizning anaqangiz, raqamingiz, baxtli raqam anaqasida o'ynalibdi. Sizga 800 minglik limit ajratildi. Limitingiz bor. Xohlagan narsangizni olishingiz mumkin dedi menga. Telegramdan qilishdi. O'rgatdi menga nima qilishni. Yuzini ko'rsatmadi menga. Kredit, anaqa narsa olmayapsizlarmi? Yana men nomga men unaqa narsadan qo'rqaman. Mashinnik emasman, unaqa emasman dedi. Podrazeniya qildim-da, to'xtang, siz hozir men yuzimni olyapsiz-ku. Siz hozir men nomga ishni. Yo'q, opajon, endi sizni rasmiylashtirishimiz kerak-ku. Biz sizga endi podarkani отправить qilishimiz kerak-ku dedi. Keyin olishdi, keyin telefon o'childi, bo'ldi. Ertasi kuni menga SMS kelib turibdi. Uzum market shunaqa, sizning nomingizga kredit rasmiylashtirildi. Ular shu bilan birga savdo platformasida o'zlarini go'yoki mahsulot yetkazib beruvchi sifatida ro'yxatdan o'tkazgan. Mahsulot yetkazib berishni talab qilgan yoki ustingizdan shikoyat qilaman deya norozilik bildirgan ayrim xaridorlarga ataylab juda arzon, sifatsiz yoki buyurtmaga mutlaqo mos kelmaydigan mahsulotlar yuborgan. 55lik nomerdan 512 necha nomer telefon qilyapti. Uzun bankdan telefon qilaman sizga dedi. Nima qilishga? Sizda dedi yig'ilib qo'ygan cashback bor dedi. Sovg'a tariqasida sizning raqamingiz g'olib deb topildi dedi. Keyin nima qilishim kerak? Sizda dedi 7.200 ming narsa olsangiz bo'ladi sovg'a tariqasida dedi. Goodbook tekshirib chiqdi. O'sha narsani belgilang dedi. Belgiladim. Keyin o'sha narsaga o'tkazing dedi. Keyin o'tkazdim. Keyin tekinga degan. Xo'p, tekinga ishondim endi. Oradan 15-20 minut o'tiribmiz. Uzun Nasiyadan SMS kelyapti. Siz kredit rasmiylashtirdingiz. Nega unaqa keldi dedim. Sirasi telefon qildim. Ularga telefon qilsam tushunmadi. Keyin o'zim nimalar telefon, sizlarda shunaqa narsa bormi? Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q dedi. Yozdim, keyin Xudodan qo'rqib 102 qilaman lekin yo'q dedim. Aka ertaga aloqaga chiqamiz sizga. Telefon qilyapti. Aka siz narsangiz chiqib ketadi, qabul qilasizmi? Qabul qilaman. Bu chiqib ketyapti. Oradan 1 soat o'tib telefon qilyapti. Sizni kuryer kutib turibdi. Kuryer narsangiz yetib bordi dedi. O'rtadan chiqdim. Borsam ko'rsatyapti narsa korobkalarni ochib telefon 950 minglik telefon anaqa pilisos. U 950 ming qatdan bildim. Shuni men yozdim, internetga yozdim, narx-navosi chiqib keldi 950 minglik telefon. Keyin pilisosda ham yozdim 1 300 minglik pilisos. Ikkalasi 2.200 bo'ladi-da. Bu yo'l bilan jabrlanuvchilarning e'tibori chalg'itilib, ajratilgan kredit yoki mikroqarz limitlarini to'liq o'zlashtirishga erishilgan. Mablag'lar o'tkazib bo'lingach, ko'p hollarda jabrlanuvchilar bilan aloqa butunlay uzib qo'yilgan. Tekshiruvlar davomida Al-Hikma ilm, Aksiya Tech Shop va Grand Book MCHlar orqali Chilonzor tumanida tashkil etilgan kiberbunkerda 16 nafar operator faoliyat yuritgani, ular ijtimoiy tarmoqlardagi soxta onlayn do'konlar nomidan yuzlab fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, dastlabki tergovga qadar 50 nafar fuqaroning 200 million so'mdan ortiq mablag'larini noqonuniy yo'l bilan o'zlashtirgani aniqlandi. Tezkor tadbir davomida 22 ta kompyuter jamlanmasi, mobil telefonlar, SIM kartalar, bank plastik kartalar hamda 2,5 ming nafardan ortiq fuqarolarning to'liq qayd etilgan shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlari ro'yxatlari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilib olindi. Mazkur holat yuzasidan 50 dan ziyod shaxslarning arizalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B va G bandlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi yuzasidan gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan bir guruh shaxslarga nisbatan qonun ustuvor jazo muqarrarlik prinsipi asosida huquqiy baho berilishi, shuningdek, jabrlanuvchilarga nisbatan yetkazilgan moddiy zararning qoplanish choralari ko'rilmoqda. Siz yoki yaqinlaringiz
Al-Hikma ilm, Aksat Shop yoki Grand Book MCC faoliyati bilan bog'liq firibgarlik holatlaridan jabr ko'rgan bo'lsangiz, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 762 21 35, 71 kodi bilan 762 20 24 yoki o'zingizga eng yaqin ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Shu o'rinda yurtdoshlarimizni yana bir bor ogohlantirib, noma'lum qo'ng'iroqlar, yutuq, limit ajratildi kabi va'dalarga ishonmaslikka, moliyaviy operatsiyalarni faqat rasmiy ilovalar va qonuniy shartnomalar asosida amalga oshirishga chaqiramiz.